Bugungi mavzumiz Django loyihasining 3-darsi Djangoda viewslar, ya'ni ko'rinishlar. Dastlab loyihamizni ochib olamiz. Loyihamizni asosiy fayli My Sites loyihasi, uni ichida app bloki va bugungi dars viewslar, ya'ni ko'rinishlar. Djangoda views bu model, ya'ni MVT arxitekturasiga ko'ra model view template ko'rinishda bo'ladi. Ular viewlar foydalanuvchi so'rovlarni qabul qiladi va javob qaytaradi. Viewlar model va templatelar o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi va foydalanuvchilarga brauzerda nima ko'rinishini belgilaydi. View bu Python funksiyasi yoki klassi. Ya'ni u HTTP so'rovlarini qabul qiladi, ma'lumotlarni qayta ishlaydi va javob qaytaradi. Djangoda viewlarni ikkita turi bor: function based view hamda class based view. Function based view bu funksiya bilan yaratiladigan view. Oddiy qilib aytganda, Python funksiyalari sifatida yoziladi, kichik va sodda vazifalar uchun qulay. Elementlar ro'yxatini ko'rsatish, bitta obyekt tafsilotini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Class based view bu Python sinflari, ya'ni klasslari orqali yoziladi. Katta va murakkab loyihalar uchun mos, generic CRUD operatsiyalari, ko'p bosqichli formalar va bir nechta HTTP metodlarini toza va tartibli boshqarish uchun ishlatiladi. Shu dastlab function based viewga misol ko'rib chiqamiz. Ya'ni viewsni funksiyalar orqali yozib, modeldagi yaratilgan kontentni HTML sahifada view orqali ko'rsatamiz. Buning uchun dastlab modelda, ya'ni block app'ining models faylida yangi models yaratamiz. Buning uchun klasslardan foydalanamiz. Class va bu yerda modelimizning nomi, masalan, posts model va modelsni chaqiramiz. Modelni va yaratayotgan postimizni strukturasi bo'yicha titledan iborat bo'ladigan, title uchun ya'ni SQL bazasida title degan ustunni yaratib olamiz. Buning uchun modelsdan char fieldni ishlatamiz. Char field max length 200. Ya'ni sarlavhani maksimal uzunligi, simvollar uzunligi 200 ta harfdan iborat bo'ladi. Va matn degan nima yaratamiz? Ustuni u kontentimizni bir qismi bo'ladi. Modelsdan text fieldni chaqiramiz. Text field ishlatiladi. Text fieldga chegara qo'ymaymiz. U uzun katta matnlarni saqlash uchun ishlatiladi va str metodidan foydalanamiz. Str metodi bu shu model instansiyasini oson identifikatsiya qilish uchun ishlatiladi. Buning uchun return self title'ni o'zi, ya'ni sarlavhani o'zi yoziladi. Endi model orqali kontent yaratamiz. Buning uchun modelimizni migratsiya qilib olamiz. Migratsiya qilish uchun terminalda Python manage py make migration buyrug'ini beramiz. Was model no block home model. Oldin rename model home model deb yaratilgan ekan. Home modelni posts modelga almashtirdi. Endi shu yaratilgan modelni migration qilamiz. Migrate.
migratsiya qilindi. Endi shell oynasida Python shell endi shell oynasida yangi content yaratamiz. Buning uchun modelimizni chaqirib olamiz. From my site model modelsdan import qilamiz. Nima? Posts modelmi? Posts model. My site model emas, shurda modul nomini xato yozibmiz. Tak, bu yerda blog app'idan bo'ladi. Blog app'idan, blog app modelidan import qilamiz posts modelni va posts model objects create boya yaratgan modelimizni title'iga my page degan nom beramiz. Va ikkinchi contentiga matn contentiga my page one page degan tekst yozamiz. Va qovusni yopib save qilamiz. Save. Ikkinchi nimaga ham xuddi shu ikkinchi kontentimizni ham my page to page qilamiz. To page va matn qismiga xuddi shu my page to page in news deb bitta tekst yozamiz. Va qovus yopib save qilamiz. Mana ikkita content yaratdik. Va endi exit buyrug'i bilan Python shell oynasidan chiqamiz. Exit. Endi shu yaratgan modelimizni admins qismida modelni admins qismida ro'yxatga olamiz. Buning uchun admin fayliga, ya'ni blog app'ining admin fayli ichiga from models, ya'ni blog app'ining models faylidan import qilamiz boyagi yaratgan posts modelni. Bu yerda admin site.register va o'sha post modeli. Shu bilan admin panelda endi yaratgan modelimiz chiqadi. U yerda CRUD amallarini Django admin panel orqali bemalol amalga oshirsak bo'ladi. Buning uchun buni tekshirish uchun oldin biz loyihamiz uchun super user yaratib olishimiz kerak. Admin panelga kirishimiz uchun Python manage py create super user buyrug'ini beramiz va super user nomini so'rayapti. Bu yerda nomi admin bo'lsin. Emaili admin 123
gmail.com bo'lsin. Paroli bo'lsa 12345 bo'lsin. 12345 yaratamiz. Endi loyihamizni ishga tushiramiz. Run server. Endi shu loyihamiz ishlayapti. Blok nimasini yozishni so'rayapti. Buning uchun oldin admin panelga kiramiz. Mana admin panel. Bu yerda admin panel uchun yaratgan yangi userimizni username va parolni so'rayapti. Username admin edi, parol esa 12345 edi. Shu 12345 nimasi bilan admin Django'ni o'zini dinamik admin paneliga kiramiz. Bu yerda boya yaratgan blok app ichidagi Postus modeli bor. Bu Postus modelida Postus modeliga kiramiz. Bu yerda mana Python shell oynasida yaratilgan ikkita kontentimiz, ularning salavhasi mypage hamda mypage to page edi. Endi shuni yoniga yangi bitta nima qo'shamiz. Admin panelda yangi kontent yaratamiz. Buning uchun admin panel degan va bu yerda admin panel one panel deb saqlanib qilamiz. Mana uchinchi yaratgan kontentimiz ham admin panelda ko'rindi. Endi loyihamizni asosiy views qismini yaratamiz. Buning uchun boyaga aytgan blok app ichidagi views faylga kiramiz. Bunda oldin yaratilgan views bor, birinchi darslarda yaratilgan. Bu viewsni o'chiramiz. Endi yangi views bo'yicha nima yaratamiz? From modelsdan Postus modelini chaqiramiz. Bu yerda endi hozirgi mavzu, ya'ni function based view bo'lgani uchun funksiya orqali view yaratamiz. Buning uchun def home view request context dataset xato ketdi. Mana shu dataset qo'sh tirnoq ichida yozib olamiz. Matn bo'lganligi uchun dataset, ya'ni Postus modeli va o'sha Postus modelini barcha obyektni, ya'ni barcha obyektini ishlatamiz. Va return render qilamiz. Return render request bu yerda index.html bo'ladi, ya'ni asosiy HTML template'imiz va kontekstni o'zi. Shu bilan yaratilgan modelimiz funksiya orqali yaratilgan list view bilan template'da ko'rinadi. Buning uchun oldin template'ni yaratib olamiz. Template'ni yaratishimiz uchun loyihani asosiy papkasi ichida
templates papkasini yaratamiz. Templates yaratildi. Templates ichida loyihamizni index.html faylini yaratamiz. index.html. Endi o'sha yaratilgan HTML faylni topish uchun, ya'ni Django izlab topib olish uchun uni my site, ya'ni asosiy loyihamizning asosiy papkasi ichida sozlamalar faylida templates bo'limida mana shu templates bo'limiga bastir templates so'zini yozib qo'yamiz. Bu odatda bo'sh turadi. Templates papkasi yaratilgandan so'ng mana shu joyini template papkasini topib olish uchun shu joyini yozib qo'yamiz. Endi nimaga qaytamiz? Templates o'ziga. Templates ichida biz yangi div ochamiz. Div ichida for bilan yaratgan nimalarimizni, kontentimizni for sikli orqali ko'rsatamiz. Demak, h3 ni ichida data title bo'ladi. Va p tagini ichida data contenti bo'ladi, ya'ni contenti matni bo'ladi. Data deymiz va nuqta matn yoziladi. Undan keyin HR qo'yilgan, ya'ni har bitta kontentni alohida ajratib turish uchun HR horizontal horse deb bu yerda for siklini yopib olamiz. Ya'ni and for orqali for siklini yopamiz. Keyin o'sha faylimizni URL qismini to'g'rilashimiz uchun ya'ni blog app'ning URLs faylida URLsni to'g'rilab olamiz. Bu yerda URLs qismida blog app ichidagi viewsni barcha funksiyalari import qilingan. Demak, views fayliga qaytamiz. Views faylida mana home view funksiyasi yaratilgan. Shu funksiyani blog app ichidagi home view funksiya chaqirilgan va unga nom qilib home berilgan. Endi to'g'ridan to'g'ri loyihani ishga tushiramiz. Buning uchun Python manage by run server buyrug'i beriladi. Loyiha ishga tushdi. Loyihamizni bu yerda yangidan ochib olamiz. 127. Demak, blog loyihaga mana yaratgan blog nomli app'imizda yaratilgan 3 ta kontentimiz mana xuddi bu sarlavha, bu matn qismi, bu sarlavha va matn qismi shaklida HTML shablonda ko'rindi. Endi Django'ni admin panelda yangi kontent yaratamiz. Bunga new content va new content element deb yozib shuni nima qilamiz? Endi save qilamiz va bu yerda update qilamiz. Mana 4-kontentimiz new content sarlavha ustida HTML shablonda ko'rindi. Shu bilan
function based view orqali view yaratishni to'liq ko'rib chiqdik. Keyingisi class based view orqali view yaratib, shu HTML shablonida ko'rsatamiz.